Yaqinlar bunaqasi bo'lmagan. Haqiqatda oxirigacha bitta ko'ringlar. Oldi ham ko'cha ekan, orqasi ham ko'cha ekan. 9 sotik joy yer hisobida berib yuboryaptilar. 5 ta xona, katta mehmonxona, katta oshxonalar bilan Toshkent shahar, Yangi Hayot tumani, Choshtepa mahallasi, O'zar 1-tor ko'chasi 26-xonadon savdoga qo'yilyapti. Assalomu alaykum doda, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Fasad qaranglar, o'sha devordan va shu chiripitsalargacha oxirigacha. Shunaqa faizli xonadon, orqa tarafidan ham ko'cha qilib yuborsanglar bo'ladi. Aytanga olish kerak yaqinlarim. Kanalizatsiya bor, gaz, svet, suv bor yaqinda. Zo'r sharoit. Orqa tarafda ham ko'chasi bor ekan. Yuringlar. Bismillahirrohmanirrohim. Har bir bandaga bundan zo'rlari nasib aylasin. Hovlini qaranglar, faizli xonadon. Fasadda o'zi bir 30 metr. 9 sotik joy. 5 ta xona. Hozir bir chekkadan ko'rsataman. Yer hisobida berib yuboryaptilar. Choshtepada yaqinlar. Kelish kerak, gaplash kerak. Xohlasanglar orqa tarafida ham bir 3 sotik joy bor ekan. Kelish kerak, savdolash kerak, gaplash kerak. Narxlarigacha aytaman, yer hisobida ancha arzon. Yuringlar. Bir chekkadan ko'rsatamiz. Bu yoqda choy ichib o'tiradigan, choy qilib olishgan oshxona, bitta keldi ketdiga. Bismillahirrohmanirrohim. Kelingchi operator. Bu yoqda mana 5 metrga bir 380 xonadon, hovli, xonamizda issiqini zo'r, devor pechkalar, bu yoqda oshxona, ozoda. Bu yoqda ham bir 380 ga bir 280 kattagina oshxona. Gaz, svet, suv muammo emas. To'g'ri egalaridan. Bizning kanalda o'rtakash, dallol, makler aralashmagan. To'g'ri egalari. Ani ko'pchiliginglar barter qilarmikin. Конечно, ikkita dom bersanglar barter ham qilib yuborar ekanlar. Ketdik. Kelib gaplashadigan joyi hamma yoq yaqin, maktab, bog'cha, bu yoq sanuzel xonasi ekan. Ichida sanuzel xona komplekt. Bu yoqda kattagina mehmonxona. O'zi ham 4 metrga bir 6,5-7 metrlik katta mehmonxona. Har bir bandaga nasib aylasin, yaqinlarim. 9 sotik joy, ikkita aka-uka bo'lishib olsanglar ham bo'ladi. Uzumlarni qaranglar, terib qo'yganlarini, qiz bolani sochidek qilib terib qo'yibdilar. Baraka topsinlar. Keling operator. Bu yoqda mana yotoqxonani qaranglar, o'zi ham 5,5 metrga 4 metrli yotoqxonamiz. Keling operator. Bu yoqda ikkita xona kiraverishda bir 2,5 metrga 4,5 metrli xona, ichkarida ham 3,5 metrga 4 metrli xonamiz. Devor pechka, issiqqina. Yuringchi operator. Bu yoqda ham kattagina yotoqxona, o'sha birinchi xonaga o'xshagan. O'zi ham 5,5 metrga почти 4 metrli xona. Kelinglar, mana bu yoq taraf orqasi ham ko'cha. Mana hujjat uchun vremenki uylar ham bor. Zo'r. Общий 9 sotik joy. Startoviy narxi 1 sotigini $25,000 berib yuboryaptilar. Yana savdolashasizlar, takliflarni beringlar. Ate quruvchilarga ham zo'r ekan. Mana bu yoqdan ko'cha qilinadi, yuringlar. Shunda skvoznoy ko'cha qilib, qaranglar, o'zi joy ham bor ekan. Skvoznoy ko'cha qilib, mana bunaqasiga 10 metrdan bo'lib yuborsanglar ham bo'lar ekan. Nobodo bir kamida 5 ta 6 ta uy chiqadi. Nobodo deyman, yaqinlarim, kanalga obuna bo'linglar. Sizlarda ham uy joyinglar bo'lsa, realni sotmoqchi bo'lsanglar, O'zbegim uylari xizmatinglarda. Biz sotilguncha, zakat olguningizgacha xizmat qilib beramiz. 5 ta katta kanallarda shogirdlarim ham qo'yib, sotilguncha xizmat qilamiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, tepadagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Uy joyimiz yoqqan bo'lsa, pastdagi nomerlarda egalariniki. Biza o'rtakash, dallol, makler emasmiz. Biza borib borini reklama qilib beramiz, ko'rsatib, egalar nomerini qo'yib beramiz, o'zingizlar savdolashaverasizlar. Sizlarga shartnomasi o'rtakash, dallol. Pulsizniki, uy bulaniki, o'zingizlar kelishib olganingizlar ma'qul. Sog' bo'linglar. Ketdik.